Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər, Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının məxsus xəbərlər proqramısına həmmənlər xoş gəlibsizlər. Mən riyasətçi İftixar Abdurşid. Əziz görürmənlər, bugünkü ziyaret qılmaqçı olan əziz mehmanımız olsa, xalqaralıq qanunshunos professor Michael Van Walt əpəndim buldu. Xoş, Michael Van Walt əpəndim, aldı bilən ziyaretimizni qəbul qılğınız üçün sizə köp rəhmət etimiz. Meningki bugünkü sualım bolsa, bugün Xalqara Uyğur Munbiri başlandı. Bu jarayonda siz Sharq Turkistonninki besinilgan bir zamin ekanligini e'tirof qildirish uchun bir rasmiy bir faoliyat boshlaganligingiz haqida qisqacha bir to'xtalib o'tdingiz. Mush haqida bir qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz, rahmat. In the first place, the report is a work in progress. It is not finished, and so some of the findings are temporary or are not final. Bu dokulat, bugün ben sunulan dokulat elbette yine hem hazırlanış basqıçıda tıqı ahırlaştığan biraz ba. Bu dokulat hakkında boğaqan tilşallıqla yine hem devam qılıp atıdı. Lekin bununki Şərq Türkistan meselesininki Uyğur meselesi için bir faydalı bir dokulat boğalıq işini mən. Could we ask three questions in the report? One is whether it is true, as the People's Republic of China claims, that East Turkestan, or as the Chinese government says, Xinjiang, was a part of China since ancient times, that is, since the Han Dynasty. The other question that we ask is what is the nature of Chinese or PRC rule today in East Turkestan, and what is the status of East Turkestan today? And the third question that we ask is, based on our answers to question 1 and 2, what does that mean in terms of how China should behave? What are the obligations of China under international law today? And what are the obligations of the international community towards East Turkestan and China under international law today? So those are the three questions that we look at in the report. Növbette işlematkan bu Şərq Türkistan'daki besibilangan zimin ikelik hakkındaki tədqiqat dokulatı tövendeki 3 yadroluk sualga cevap verişi məqsad qılğan. Onun içindeki birinci sual şu növbette Xitay Cumhuriyeti Şinjan Uyghur Abdunayini deb atap atkan Şərq Türkistan degan bir zimin hakikaten Xitay hakimiyeti davaqqandagidek ezelden başlap Xitayninki bir parçası mı? Biz muşu sualga mevcut tarihi asasla, paketla hakkında tayinip durup bu sualga cevap verişini özümüzge bir yadroluk tədqiqat nişanıdır. Bakıldık. İkinciden Şərq Türkistan'daki növbədəki vəziyyəti qandaq. Yani Xitay hakimiyyətininki Uyğurlarga yüzüvaqqan siyaseti növbətdə Uyğurlarga qandaq bir aqibətlərini epkebatıdı. Biz bu sualımı cevap verişqa şu növbətdəki şu meyli cəzaları meselesi olsun ya ki başqa növbətdəki mesela Uyğurlarninki irqi qırğınçılıq məsələsinə aid paketlarni asas qılıb durub bununla cavab tepişqa urunduq. Üçüncüden bolsa tövendeki işki abay degandek işki sualga asaslangan asasda bu Xitayninki Şərq Türkistandaki hakimiyeti acaba kanunluk mu, doğru mu? Bu Uyğurlarga hakikaten bəxt ep geldi mi? Eğer onda qılmagan bolsa Xitay hükümeti xalqaro kanunlar boyunca qandaq bir javobgarlikka tortilishi kerak. Şərq Türkistan xalqininki siyasi taqdiri ve kelgisi qandaq bo'lishi kerak? Bununla endi xalqaro jamiyatlar nima qilishi kerak degan bu savolga javob topishni maqsad qildik. Unda olsa Michael Van Walt efendim, aldı bilen bu tepsili cevap berginiz için siz köpten rahmet.
Yeni bir sualım bo'lsa, bu siz yuqori deb o'tgan bu Sharq Turkistondagi haqiqiy bir besimlangan zamin ekanligini isbotlash, e'tirof qildirish uchun buning nurg'unlagan paketlar va dalil isbotlar ketadi. Hamda shu paketlarni to'liqlash uchun va rasmiy yo'sinda e'tirof qildirish uchun Sharq Turkistonning besimlangan bir zamin ekanligini qanchalik vaqt ketadi va qanchalik kuch ketadi, bu shaxtdan bir qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsin. So to answer the first part of the question, when it will be finished, I hope sometime in the early part of next year. In terms of what sources we use, so this is not going to be a history book. It is an analysis of those aspects of the history that are relevant to deciding whether East Turkestan was or was not a part of China at any particular time in history. So we use the work of other historians who have looked at specific periods of East Turkestan's history, or of the history of China, or of the history of the Mongols, or the history of other regions that affect East Turkestan to determine how you can interpret that. One of the bases that we use for our analysis of inner and East Asian relations is a project that we've already done for 10 years, which was we studied together with scholars around the world. We studied how relations in Inner and East Asia worked from the time of Genghis Khan to the present time. And that research was published in a book called Sacred Mandates, Asian International Relations since Genghis Khan. And that creates for us already an understanding of how to place East Turkestan in the context of Inner and East Asia. Sorry, it was very long. Bu Sharq Turkistonning mustaqillik, Sharq Turkistonning besibilingan zamin ekanligini to'g'risida elib borayotgan bu ilmiy xizmat albatta oson bir xizmat bo'lmadi. Buni hamda oldimizgi yillarningki dastlabki 20da tutadi deb taxmin qilyapman. Albatta bu shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bu bir nuqul tarixiy bir kitob emas. Balki bu qo'limizdagi mavjud tarixiy yozmalar, vasiqalar va materiallarga asoslangan asosda uni analiz qilish orqali Sharq Turkistonninki o'xshash bo'lmagan davrlardagi, sulolalardagi siyosiy mavjudiyati qanday edi? Mayli Xitoyninki burunqi vaqtlardagi burunqi sulolalar vaqtidagi vaqtlar bo'lsin yoki jumladan yaqingi bo'libmish Chingiz Xonninki bu O'rta Osiyo ellerini istilo qilgandan keyingi siyosiy mavjudiyati bo'lsin, mushlarni biz asosli tadqiqot obyekti qildik. Bu vaqtda masalanga shu 10 yilning oldida ichki Markaziy Osiyoninki, ya'ni ichki Osiyo yoki Markaziy Osiyoninki siyosiy tarixi deganda kitoblar va ilmiy emgaklar nashr qilingan. Bu emgaklarda jumladan shu Chingiz Xonninki Xitoyni va shundaqla keyingi vaqtlarda Sharq Turkistonni istilo qilishning oldi keyingi vaqtlarda bu yerdagi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy mavjudiyatlar, o'rta siyosiy diplomatik munosabatlar, u vaqtlardagi xalqlarning turmush nimalari, turmush realligi degandagida qatma-qat nuqtalar orqali mushu zaminninki o'z vaqtidagi tarixiy realligi, o'z vaqtidagi siyosiy reallik qandaqdi? Biz mushu savollarga, mushundaq paketlarga va buningdan ismi atab o'tishga ulgurib bo'lmagan nimalarga, manbalarga qarab buni doktoratni ishlayapmiz. And then, of course, as an international lawyer, I apply international law to understand what the status of East Turkestan is today and what the obligations of other states are towards East Turkestan. Ben
ben özüm bir xalqaralıq advokat bo'lganligim uchun men bu yerda xalqaralıq qonunlarningki o'lchamlari va prinsiplari yadroliq ideyasi g'oyasi bo'yicha uni shu vaqtdagi Sharq Turkistonninki tarixiy vaziyatlariga navbatdagi xalqaro qonunninki chiqish nuqtasidan baho berib, o vaqtda Sharq Turkistonninki siyosiy o'rninki qandoq bo'lishi, qandoq ekanligi va navbatda qandoq bo'lishi haqida o'zining ilmiy bir paket o'tirib qo'ymoqchi. Xo'sh, Michael Fanvalt efendim, siz yuqorida deb o'tdingiz, intayin tafsir shaklda tushuntirdingiz bu Sharq Turkistonninki bisingan bir zamin ekanligini e'tirof qildirish haqidagi bu qarornomadagi yurgizayotgan xizmatlaringizni. Endi bu Sharq Turkiston bisingan bir zamin ekanligini e'tirof qildirilgandan keyin bu navbatdagi Uyg'urlarninki mustaqillik kurashida ilib berayotgan kurashiga, siyosiy hayotiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Well, so far, from what we have studied and understand, we expect to come to the conclusion that, in the first place, the Chinese claim that East Turkestan has been a part of China since centuries, since the Han Dynasty, is wrong. It, for a number of reasons, this claim is false. It is based on misrepresentation of history. That we can already say. We can also already say with some confidence that the present form of rule of China in East Turkestan is a colonial rule. And since colonial rule and colonialism is prohibited under international law, and a colonial power has the duty to decolonize or to allow the colonized people to exercise the full right to self-determination. China is today, we believe, in violation of international law. And this has consequences for the international community as to how they should then behave. Now, as I said, this is still a tentative conclusion, but if this does turn out to be a firm conclusion of the report, then that will have important consequences for how our governments need to behave in light of what is happening in East Turkestan. Bu dokulat özününki pak toplaş ve analiz basqışınınki ahırda turib atıdı. Şunun için bu en ahırki yakınını çıkırış için biraz baldırlıq keldi. Lekin özümüzdeki hazırki tədqiqat nəticələrdən, yakınlarından bir yerdə Xitay hökuməti dünyaya carışılıb atqan cümlədən Şərq Türkistanın, yəni Şinjan deb atıb alğan bu zəminnin Xitayninki ezelden bir kısmı bo'lib kelganligidan iborat bu so'zlar, safsatalar ve shundoqla cümleden bu Sharq Turkistonninki Xan sulolasidan boshlab Xitoyninki bir qismi bo'lib kelganligidan iborat bu safsataninki chak nimaga tarixiy faktlarga uyg'un emasligini, buningki to'g'ri bo'lmaganligini biz hozirdan boshlab deyalaymiz ve aynı zamanda Sharq Turkistonninki hozirgi bo'libmi Xitoy besib olgandan keyingi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy realligidan Uyg'urlarga qaratgan siyosatidan Xitoyninki Uyg'urlarga, Sharq Turkistonga bir bosmachilik, yani kolonyal, mustamlika sistemasini ilib borayotganligini biz ko'rib yetdik. Bu mustamlika xalqaro qonunlar bo'yicha shuni deyalaymiz ki, mustamlika xalqaro qonunlar bo'yicha cheklangan va davlatlar
ninki bu mustamlakalikka qarshi turadigan va bu mustamlakadagi xalqlarniki ozodligini, hurligini qo'g'daydigan, e'tirof qiladigan shunday majburiyatlari bor. Shuning uchun ishonamanki, hozir bu dokladninki oxirgi yakunini berish uchun biroz baldirlik kelgan bo'lsa-mu, lekin biz bu dokladninki ham rasmiy natijasi chiqqan vaqtda jumladan Sharq Turkistonniki haqiqatan bir tarixdan buyon mustaqil zimin bo'lganligini, Xitoyniki Sharq Turkistonniki mustamlaka qilganligini biz isbotlagan vaqtimizda dunyodagi Sharq Turkistondagi navbatdagi vaziyatini chiqish qilib turib, uni bog'lab, xalqaro prinsiplar va qonunlar bo'yicha bu yerda Xitoyniki Sharq Turkistondagi mustamlakasini to'xtatish va oyoqlashtirish uchun cho'ng zo'r qadamlarni etilishga majbur bo'lganligini va qildiganligiga ishonaman. Oxirsida ziyoratimiz qabul qilgani uchun Do'q TV nomidan cho'nqur rahmatimizni bildiramiz. In the name of the World Congress TV, we are very glad and thankful and honored to receiving our interview. Thank you very much again. Thank you very much. Thank you and good luck with the rest of the conference. Thank you.